Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlar bilan endokrinologiya, fiziologiya qismi bilan tanishib chiqamiz. Bu yerda endokrinologiya fiziologiyasiga asoslangan 12 ta dars mavjud. Bularning hammasi shu endokrinologiyani mohiyatini tushunishga, mohiyatini ochib berishga qaratilgan. Bu yerda hech qanday klinik shu mavzularga to'xtalib o'tilmagan. To'xtalgan, lekin sizni to'liq shu klinika bilan band qilib qo'ymaydi. Ana shu klinikani tushunishingizga asos bo'ladigan fiziologik, endokrinologiyaning fiziologik bilimlarini sizga ulashadi. Demak, boshladik. Demak, endokrinologiya fiziyologiyasi birinchi mavzu. Demak, birinchi mavzuda biz nimalarni ko'rishimiz kerak? Ya'ni biz endokrin fiziologiyasini birinchi mavzusida gormonlar va ularning klassifikatsiyasi, umumiy klassifikatsiya, retseptorlar ta'sir mexanizmlari va gormonlar miqdorini aniqlash haqida ma'lumotlarni o'rganib chiqamiz. Xo'p, demak, gormonlar umuman avval bu yerdagi keltirilgan ma'lumotlarga ko'z yugurtirib chiqsak. Demak, endokrin tizimni albatta endokrin organlar tashkil qiladi va ularni biz bilib olishimiz kerak. Ya'ni qayerda shu endokrin organlar joylashgan va ularni ahamiyatini bilib olsak, o'zimiz uchun foydali bo'ladi. Demak, birinchi navbatda buyraklar, oshqozon, jigar, ayrasimon bez, oshqozon osti bezi, qalqonsimon bez, qalqon oldi bezi, hop, urug'donlar, tuxumdon, bachadon, teri va buyrak usti bezlari. Bular endokrin tizimni tashkil qiladigan asosiy endokrin organlar hisoblanadi. Bu yerda bizning kunlik va hayotimiz davomida ahamiyatga ega bo'lgan gormonlar ishlab chiqariladi. Hop, shuningdek, bizda o'sha endokrin tizimning asosiy markazi hisoblangan, markaziy qismi hisoblangan gipotalamus, gipofiz qismlari va pineal gland joylashgan bo'ladi. Hop, gipotalamusga shu axborot boradi va u yerda gipofizga gipotalamo-gipofizar portal sistemi yoki nerv aksioni orqali axborot borib, o'zining tegishli gormonlarini ishlab chiqaradi. Ya'ni biz uchun zarur bo'lgan. Demak, keyingi qismga o'tamiz. Bu yerda biz gormonlar haqida ma'lumot olamiz. Demak, gormonlar nima? O'zi endokrin tizimida o'rganishda biz asosan 3 ta qismga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni birinchisi bu endokrin organ. Ya'ni endokrin organ yoki endokrin bez. Hop. Ikkinchisi biz ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan endokrin bez tomonidan ishlab chiqarilgan gormon va uchinchisi bu nishon a'zo. Nishon a'zo hisoblanadi. Hop, aynan mana shu uchalasi har bittasi bir-biriga ta'sir qiladi. Ya'ni endokrin organ bez ishlab chiqaradi, bez nishon a'zoga, nishon a'zo aynan shu o'zini mana shu yerda keyin biologik effekt hosil qiladi. Demak, bu 3 ta umumiy asosiy tarkibiy qism hisoblanadi. Buni demak keyingi qism, demak, ana shu umumiy qismda kerak bo'lgan umumiy qismni tarkibiy qism sifatida qaraganimiz gormonlarga to'xtalib o'tsak. Demak, gormon so'zi hormon so'zidan olingan bo'lib, qo'zg'atmoq degan ma'noni anglatadi. Umumiy ta'rif berilganda gormonlar kanalsiz bezlarning sekresiya mahsuloti bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri qonga quyiladi. Ular oz miqdorda qon oqimiga chiqariladi va ma'lum hujayralarga yoki organlarga tashlanadi. Bu yerda fiziologik, morfologik va biokimyoviy jarayonlarni keltirib chiqaradi. Demak, gormonlar bu endokrin bezlarning mahsuloti hisoblanadi. Va nima uchun endokrin deyilgan degan savol bo'lishi mumkin, chunki ularni mana bu joyda ta'rifda ham keltirildi, kanalsiz bezlarning deyilyapti. Ular shu kanalga ega bo'lmaydi. O'z bezlarni biz 3 ga bo'lib olganmiz, ya'ni bezlar hop, endokrin, ekzokrin va aralash. Hop, aralashga bo'lib olganmiz. Hop, aynan mana shu bezlardan biz o'rganayotganimiz hozir endokrin bezlar. Hop,
Ularni demak maxsus chiqaruv kanali bo'lmaydi. Exocrine bezlarda maxsus chiqaruv kanali bo'ladi. Aralash bu umumiy ham shu endokrin funksiyasi bor, ham exocrine, ya'ni bunga yaqin misol Langergans. Isolates, ya'ni Langergans orolchasini misol qilib keltirishimiz mumkin o'sha bizni. Hop, aynan shu joyda shu ham endokrin ham exocrine funksiyasini bajaruvchi bezlar joylashgan. Bu yerni tozalab oldik. Endi keyingi qismga o'tsak. Gormonlarning klassifikatsiyasi. Gormonlar demak kimyo tabiatiga ko'ra klassifikatsiya qilinadi va ta'sir mexanizmiga ko'ra klassifikatsiya qilinadi. Kimyoviy tabiatiga ko'ra gormonlarni biz amino kislota hosillalari, oqsillar va peptidlar va steroid gormonlar. Bu yer aynan nima uchun o'sha kimyoviy tabiatiga deyilyapti? Ya'ni bizda hujayra membranasi mavjud. Hujayra membranasi, unda o'sha oqsillar joylashgan, ya'ni fosfolipidlar joylashgan. Fosfolipidlar joylashgan bo'ladi. Oyoqchalari. Hop. Burga qarama-qarshi joylashgan. Aynan mana shu joyda, ya'ni shunday tuzilmalar bor. Hop, mana bu oqsil kanallar deylik. Mana oqsil kanallar bu fosfolipidlar. Hop, shu oqsil kanallar orqali biz o'sha gidrofil tabiatli moddalar o'tadi. Demak, gidrofil tabiatli moddalar shu joydan o'tadi. Qolgan steroid tabiatli moddalar esa bizda steroid moddalar hujayra membranasidan o'tadi. Ya'ni hech qanday qarshiliklarsiz. Chunki ularni o'sha hujayra membranasining o'zi ham bu lipofil. Hujayra membranasining o'zini xususiyati ham lipofil bo'lganligi bu bo'lyapti, lekin hujayra membranasining o'zini tarkibi ham lipofil hisoblanadi. Steroid tabiatli moddalar ham lipofil xususiyatiga ega. Shuning uchun hujayra membranasi ham hech qanday to'siqlarsiz o'tib keta oladi. Lekin gidrofil tabiatli moddalarga kelganda esa bu xususiyat aksincha manfiy holatda ishlaydi. Ya'ni hujayra membranasida gidrofil tabiatli moddalarga nisbatan taqiq mavjud, lekin shu taqiqni oldini olish uchun moddalar oqsil kanallari orqali o'tadi. Lekin biz hozir gormonlarda bu narsani GPCR orqali ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu hujayra membranasini kesib o'tgan hisse transmembranadan iborat reseptor hisoblanadi. Shunda batafsil nima uchun buni keltirganimizni aytib o'tamiz. Xo'p. Demak, tozalab olamiz. Biroz bo'lsa-da, shu nima uchun steroid, nima uchun amino kislota hosilasi, nima uchun oqsil polipeptid hosillar deyilganini biroz bo'lsa-da tushundingiz degan umid etamiz. Hop, endi keyingi qismga o'tamiz. Bu ta'sir mexanizmiga ko'ra turiladi. Hop, bu ta'sir mexanizmiga ko'ra turiladi. Hujayra ichi reseptorlar orqali ta'siri va ikkilamchi reseptorlar orqali ta'siriga bo'linadi. Endi bu yerda keltirib o'tilgan to'liq klassifikatsiyani birozdan so'ng keltiramiz. Bu shu to'liq klassifikatsiyani sizga tushunarliroq bo'lish uchun birinchi siz o'sha umumiy tushunchalaringizni hosil qilishingiz uchun keltirilgan shakl to'liq klassifikatsiyani hozir mana ko'ramiz. To'liq klassifikatsiyada har bitta guruhga, ya'ni kimyoviy tabiatiga ko'ra biz ta'riflagan yuqoridagi amino kislota, oqsil, steroid gormonlarning hammasiga misollar bilan keltirilgan. Demak, amino kislota hosillalariga katexolaminlar va arqosman bez gormonlari, tiroksin, triodotronin shular kiradi. Hop, oqsillar va polipeptid gormonlariga esa antidiuret gormon va oksitotsin, insulin, glukagon, parat gormon, hipofizning oldingi bo'lagi gormonlar kiradi. Steroid gormonlarga esa
glukokartga qo'ydilar, mineral kartga qo'ydilar. Steroid garmonlar bu uchalasi demak. Buyrak suti bezi garmonlar hisoblanadi. Buyrak suti bezi garmoni demak. Garmonlar hisoblanadi. Xo'p. Va vitamin D. Vitamin D'ni ham batafsil to'liq ko'rib chiqamiz. Undan so'ng endi kelinglar ta'sir mexanizmiga ko'ra garmonlarning klassifikatsiyasini ko'rib chiqsak. Garmonlarni demak ta'sir mexanizmiga ko'ra yuqorida ko'rdik. Hujayra ichi retseptorlarga ta'sir orqali va ikkilamchi retseptorlar orqali ta'siri mavjud. Demak, hujayra ichi retseptorlarga orqali ta'siri nima uchun o'sha ekanligini yuqorida isbotladik. Steroid garmonlar, retinoid garmonlar va tiroid garmonlar. Ularni bitta xususiyati birlashtirib turibdi, demak, lipofil tabiatga egaligi. Lipofil. Hop, ya'ni lipofil. Nega unday bo'lyapti bilmadim, lekin lipofil. Bu joyda ham bu moddalar demak gidrofil tabiatga ega. Bunday qilaylik. Hop. Gidrofil. Gidrofil tabiatga ega. Bular esa lipofil tabiatga ega. Bu ham ya'ni buni o'zi ham lipofil tabiatga ega. Lipofil. Lipofil tabiatga ega. Hop. Endi keyingi ko'rib chiqadigan qismimiz bu ikkilamchi retseptorlar orqali ta'sir. Bularni 4 ta guruhga bo'lib olganmiz. 4 ta guruhga o'zini o'sha ta'sir qiladigan retseptor yo'lini aniqlab olish uchun biz shunday 4 ta guruhga bo'lib olganmiz. Xo'p, demak, A guruhda moddalar, ya'ni garmonlar bu siklik AMF orqali ishlaydi. Bularga demak adrenokortikotrop garmon, antidiuretik garmon, angiotensin 2, kalsitonin, kortikotrop releasing garmonlar, katexolaminlar, follicular stimulovchi garmon, glukagon, luteinlovchi garmon, parat garmon, somatostatin, tiroid stimulovchi garmonlar kiradi. Hop, B guruhga esa B guruh o'sha garmonlarga, ya'ni bular siklik KMF bilan ishlaydi. Bularga demak atrial natriuretik faktor, ANF va azot 2 oksidi. Endi C guruh garmonlari bo'lsa, demak C guruh garmonlari kalsium fosfatidir industol fosfat bilan ishlaydi. Bularga albatta asetilxolin, katexolamin, gastrin, oksitotsin, tirotrob releasing garmonlar kiradi. Va oxirgi so'nggi 4-chi guruhimizga esa bular o'sha D guruh garmonlar hisoblanadi. Ular kinaza va fosfataz bilan ishlaydi va ular quyidagilar, ya'ni odam xorionik gonadotropini, o'sha eritropoetin o'sish garmoni, insulin, insulinga o'xshash omil, nerv o'sish omili va prolaktin va boshqa o'sish omillari kiradi. Xo'p. Demak, bular garmonlarning umumiy klassifikatsiyasi hisoblanadi. Buni albatta o'sha mana shu jadvali prezentatsiyada mavjud va uni siz tegishli Telegram kanaldan yoki o'zingiz o'tayotgan, o'qiyotgan guruhingizga albatta o'qituvchi sizga tashlab beradi. Bundan o'sha to'liq yozib chiqishing shart emas. Shunchaki sizga qo'llanma sifatida beriladi. Bu sizga tushuncha sifatida hozir videoga olinyapti. Xo'p, keyingi qismimiz garmonlarning transporti bo'ladi. Garmonlar qanday holatda transport qilinadi? Xo'p, garmonlarni tashish. Garmonlar bog'lanmagan yoki erkin holatda tashiladi. Yoki bog'langan holatda tashiladi. Xo'p, bu o'sha bog'lanmagan va erkin holatda tashilishi moddani xususiyatiga bog'liq dedik. Ya'ni modda qayerda tashiladi? Bu o'sha tashilayotgan modda albatta qonda tashiladi. Qonda tashiladigan bo'lsa, garmon deydigan bo'lsak, hop, bizda ikki xil turdagi garmon bor. Ya'ni shu qizildagisi bu qonni muhiti bilan bir xil va ajratib turadigan jigarrang bo'lgan garmon esa bu qonni muhiti bilan boshqa, ya'ni boshqacha. Ya'ni qonni muhiti qanaqa edi? Qonning muhiti albatta hidrofil. Hidrofil tabiatga ega. Ular qanaqadir texnik muammolar bo'lib qo'yapti, lekin bu bizni o'zlashtirishimizga ta'sir qilmaydi. Xo'p, bizdagi mana bu jigarrang turgan moddamiz esa bu lipofil tabiatga ega. Lipofil tabiatga ega bo'lyapti. Xo'p. Bu qizil mana shu modda bilan bir xil tabiatga ega. Mana shu qizillar.
Demak, bu gormonlarni tashishlikda mana shu xususiyat ega, kerak, muhim, ya'ni lipofil gidrofilligi. Doim shu narsani bilib olish kerak. Agar modda lipofil tabiatli bo'ldimi, qonda tashilayaptimi, u demak o'z bilan ma'lum bitta bog'lovchi oqsilga ega bo'lish kerak. Mana bog'langan deyilyapti. Shunga steroid gormonlar kiryapti. Tiroid gormonlar va vitamin D kiryapti. Xo'p, endi bog'lanmagan bo'ladigan bo'lsa, ularga o'sha katexolaminlar, peptid gormonlar va oqsil gormonlar kiryapti. Ular demak qonni muhiti bilan bir xil bo'lgani uchun ularga hech qanday transport vositasi kerak bo'lmaydi. Ular o'zi erkin holatda yuradi, qonni tashiladi va bitta shu farqi bo'lyapti, ya'ni hujayra membranasida ta'sirida. Lipofil tabiatli moddalar demak hujayra membranasidan osonlik bilan o'tib ketadi. Gidrofil tabiatga ega bo'lgan o'sha gormonlar esa hujayra membranasidagi o'sha boshqa transport orqali, ya'ni ikkilamchi messenjerlar orqali amalga oshadi o'zining ta'sirini. Xo'p, endi bog'langan gormonlar jigarda sintezlangan globulinlarga o'sha bog'langan holatda tashlanadi, quyidagi afzalliklarga ega bo'ladi. Buyrakdan gormonni tozalanishidan himoya qiladi. Jigar tomonidan parchalanish tezligini sekinlashtiradi. Gormonni qondagi zaxirasini ta'minlaydi. Ya'ni mana shu 3 ta xususiyat bu mana shu gormonlarni bog'langanlik o'sha xususiyat bilan bog'liq bo'ladi va bu ularga plusga ishlaydi. Ya'ni bizda gormonni half life degan tushunchasi bor. Half life, ya'ni yarim hayoti. Hop. Yarim hayoti. Bu o'sha gormonni misol uchun dastlab 100 deydigan bo'lsak, 100 mikromol bu shunchaki olinyapti. Uni o'sha dastlabki o'sha konsentratsiyasida 50%, ya'ni mana bu joyga 50% qilsam, ga kamaygandagi holat hisoblanadi mana shu half life. Va bu misol uchun qancha bo'lyapti? 50 bo'lyapti. Yarmi kamayyapti. 50 mikromol bo'lyapti. Mana shu demak gormonlar half life hisoblanar ekan. Xo'p, endi bunga to'liq kirib ketib qolmaymiz. Nima uchun muhim ekanligini bilib olsak bo'ldi. Bu o'sha gormonni keyinchalik o'sha ta'sirini yana qayta namoyon qila olishini ifodalaydi. Ya'ni qanchalik erkin gormon borligini ifodalab beradi. Xo'p, endi gormonlar juda oz miqdorda qon aylanish tizimiga ajralib chiqadi, ya'ni ajralib chiqadi. Ular quyidagilar: peptid gormon konsentratsiyasi 10 darajasi 12 dan 10 darajasi -12 dan 10 darajasi -10 millimol taqsim litr orasida bo'ladi. Epinefrin va norepinefrin konsentratsiyasi moslashishda 2 ko'paygan 10 darajasi -10 va 13 ko'paygan 10 darajasi -10 millimol taqsim litrni tashkil qiladi. Xo'p, steroid va tiroid gormonlar konsentratsiyasi moslashishda 10 darajasi 9 va 10 darajasi -6 millimolni tashkil qiladi. Xo'p. Endi o'sha yarim yemirish davriga keldik. Ko'p gormonlar sekresiya qilingandan keyin tez metabolizmga uchraydi. Ularning asosiy xususiyatlari mavjud. Misol uchun peptid gormonlar qisqa yemirish davriga ega bo'ladi. Tez parchalanib ketadi. Steroid va tiroid gormonlar plazma oqsillar bilan bog'langanligi sababli yarim yemirish davri nisbatan uzoqroq bo'ladi. Ya'ni yuqorida aytganimizdek, half life. Bularga half life borligi shu plusga ishlab beradi bu joyda. Shuning uchun ham ular oqsil va peptid gormonlardan ajralib turadi. Endi gormonlarning ta'sir mexanizmiga kelsak, gormonlarning demak ta'sir mexanizmi gormonlar demak autokrin ta'sirga ega, neyrokrin va parakrin endokrin ta'sirga ega bo'ladi. Shuningdek, intrakrinni ham qo'shib ketamiz. Intrakrin. Hop, intrakrin ta'siri. Hop, bunda qanday bo'ladi? Masalan, kimyoviy o'sha signalni o'tkazish shaklida deyapti. Hop, autokrin bo'ladigan bo'lsa, bu bitta hujayra, mana ko'rib turibmiz, bitta hujayraning o'zida bo'lyapti bu ta'sir. Hop. Ya'ni bitta hujayrani o'zida bo'lyapti-da. Shu hujayradan o'zidan ajralib chiqib turib o'ziga ta'sir qilyapti. Bu autokrin ta'sir hisoblanadi. Endi bu neyrokrin ta'sirida ma'lum bitta o'sha bog'lovchilar bilan amalga oshish kerak. Bunda o'sha bitta hujayrada ishlab chiqarilgan gormon ikkinchi hujayraga o'sha bog'lovchilar orqali o'tadi. Hop. Keyin parakrinda yonidagi hujayraga ta'sir qiladi. Ya'ni birinchi hujayrada bitta hujayrada ishlab chiqarildi, uni yonidagi hujayraga ta'sir qiladi. Hop. Bu o'sha bitta to'qima bo'lishi mumkin, ya'ni bitta to'qima yoki
hujayra bo'lishi mumkin. Ya'ni bu bitta to'qima yoki bitta hujayra bo'lishi mumkin. Xo'p. Mana shu yonidagi hujayra. Xo'p, bunga ham e'tibor berib qo'yamiz. Va oxirgisi, ya'ni endokrin garmon, ya'ni bu o'sha qon oqimi orqali masofadagi hujayraga ta'sir qiladi. Ya'ni mana bu qon oqimi, ya'ni blood stream bu qon oqimi. Qon oqimi orqali demak ta'sir qilinadi. O'zini fiziologik ta'sirini amalga oshirib beradi. Bu endokrin garmonlarni, ya'ni endokrin ta'sir hisoblanadi garmonlarni shu orqali yuzaga chiqadi. Hop, keyingisi garmonlarning vazifalari. Garmonlarning asosiy vazifalari, hop, demak, biokimyoviy reaksiyalarni tartibga solish. Ular qanday kechadi degan bo'lsa, garmonlar demak metabolik jarayonlarni turli yo'l orqali tartibga soladi. Ular fermentlarni nazorat qilish orqali biokimyoviy reaksiyalar tezligini faollaydi. Demak, fermentlar faolligini nazorat qilish va yoki ingiberlash orqali shu jarayonni amalga oshirib beradi. Shu bilan birga to'qimalarda morfologik va biokimyoviy o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Demak, ular energiya ishlab chiqarish jarayonini nazorat qiladi va energiya hosil qiluvchi moddalar, misol uchun glyukoza, yog' kislotalari qanday miqdorda tartibga soladi. Biroq ular biokimyoviy reaksiyalarda energiya manbai sifatida ishlatilmaydi. Xo'p, keyingi qismimiz o'sha tanadagi jarayonlarni tartibga solish. Garmonlar o'sish, balovatga yetish, ixtisoslashuv, hujayralarning ko'payishi va xatti-harakatlariga turli xil jarayonlarni tartibga soladi. Shunday qilib, ular endokrin bezlarning asosiy maqsadi shu ichki muhit gammasini saqlab turishi. Ya'ni o'zi endokrin bezlar mana shu butun organizmdagi, ya'ni butun tananing shu gammasini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu o'sha neyroendokrin tizim orqali o'zaro boshqarib turiladi. Ya'ni neyroendokrin. Mana shu orqali umumiy organizm saqlab turiladi. Ya'ni gamostazis. Gammasiyasi saqlab turiladi. Hop. Keyingi qismga o'tsak ham bo'ladi. Bu umumiy o'sha garmonlarning vazifalari edi. Keyingi qismga o'tamiz. Nima garmonlarning parchalanishi. Garmonlar parchalanishi mexanizmi quyidagilar orqali kechadi. Ya'ni nishon hujayralarni qabul qilish va hujayra ichida parchalanishi. Va metabolik parchalanish yoki inaktivatsiya qilish jarayonlari orqali, ya'ni nofaol holatga o'tkazish orqali va siydik yoki o't yo'llari orqali ajratish yo'llari orqali organizmdan chiqarib beriladi. Mana buyraklar orqali yoki o'sha organizmdagi metabolizm jarayonlari, o'sha organizmdagi nafas yoki jarayon energiya va umumiy o'sha teri orqali moddalar yo'qolishi mumkin. Ya'ni bu organizmdagi umumiy shu moddalar almashinuvi orqali kechadigan jarayonlar tufayli yo'qotiladi. Hop, demak bu joyda o't yo'llari orqali ham o'sha garmonlar o'sha o't yo'llari yoki siydik yo'llari orqali ajratiladi. Ya'ni bu o'sha axlatga qo'shilib o't yo'llari orqali chiqarib yuborishini ta'minlab beradi. Hop, demak bu yerda biz o'sha umumiy garmonlarni yo'qotilishini ko'rib chiqdik. Bunga ta'sir qiluvchi omillardan bittasi, ya'ni o'sha health life ga ta'sir qiladi. Ya'ni bu binding protein deyiladi. Bu bog'lovchi oqsillarni ahamiyati, ya'ni shu jarayonga ta'siri, bevosita ta'siri hisobiga yuzaga keladi. Bular ham muhim ahamiyatga ega. Hop, keyingi qismimiz garmonlarni ajralishini nazorat qilish. Shu garmonlar ajralishini nazorati asosan sekretsiyasiya qilinadigan garmonlar miqdori ularning organizmdagi ehtiyojiga muvofiq tarzda tartibga solinadi. Ya'ni hech qachon ortiqcha garmon ishlab chiqarib yuborilmaydi sog'lom odamda va hech qachon kam ham ishlab chiqarilmaydi. Bu hammasi o'sha tartibga solingan, ya'ni tartib qoida asosida ishlab chiqariladi. Tartibli. Garmonlar sekretsiyasi boshqariladigan umumiy mexanizmlarga quyidagilar kiradi. Bu organizmdagi qaytar aloqa, ya'ni feedback orqali boshqaruv, nerv sistemasi orqali boshqaruv va xronotropik boshqaruv hisoblanadi. Demak, garmonlar ajralishini nazorati qaytar aloqa mexanizmi orqali boshqarish. Manfiy qaytar aloqa mexanizmi, ya'ni negativ feedback mexanizmi va ijobiy qaytar aloqa mexanizmi. Bu pozitiv feedback deyiladi. Ya'ni pozitiv feedback. Pozitiv feedback mexanizmi. Shu orqali ham o'sha garmonlarni boshqarib turiladi.
Buni hozir chizma bilan batafsil ko'rib chiqamiz. Ikkinchisi nerv sistemasi orqali boshqaruv mexanizmi. Bu o'sha tashqi yo'l orqali boshqaruv, ichki yo'l orqali boshqaruv. Buni ham batafsil hozir keltirib o'tamiz. Qanday boshqarishini va xronologik nazorat quyidagilar kiradi. Ayrim gormonlarning tebranishi va pulsatsiyalar ajralishi va gormonlar darajasini hisobiga o'sha boshqarish, xronologik boshqarish amalga oshiriladi. Demak, qaytar aloqa nazorati. Negativ qaytar aloqa mexanizmi. Demak, o'zi qaytar aloqani negativ va pozitiv ikkitaga bo'lib oldik. Demak, bu bizda o'sha gormonlarning qaytar aloqasini ta'minlab beryapti. Demak, negativ feedback mexanizmida tegishli gormonning qonday konsentratsiyasining ta'siri yoki uning ta'siri gormonning keyingi sekretsiyasining ingibillashidan iborat bo'ladi. Pozitiv qaytar aloqa mexanizmida kamroq tarqalgan va gormonning dastlabki biologik ta'sirini kuchaytirish uchun harakat qiladi. Qaytar aloqa mexanizmini quyidagi ikkita tur farqlanadi. Ya'ni gormon bo'yicha qaytar aloqa va substrat gormon bo'yicha qaytar aloqa. Gormon bo'yicha qaytar aloqa qanday kechadi degan bo'lsak, gipotalamus va gipofiz quyidagi uch holatni o'z ichiga oladi. Masalan, uzoq vaqtli qaytar aloqada ko'rish qismi mumkin qalqonsimon bez, adrenal korteks, ya'ni byuroksis bezi va jinsiy bez gormonlar va gipofizda uzoq vaqt salbiy qaytar aloqani amalga oshirishi mumkin. Qisqa vaqtli qaytar aloqada gipofizotrop gormonlar, gipofizotropik gormonlar, gormon o'sha ajralishini ingibillovchi gormon, tirotropin ishlab chiqaradigan gormon, gonadotropin ishlab chiqaradigan gormon, bular qisqa vaqtli qaytar aloqani ta'minlab beradi. Va juda qisqa vaqtli qaytar aloqa. Gipofizotropik gormonlar o'zining sintez va sekretsiyasini juda qisqa vaqt davomida o'sha davom etadigan qaytar aloqa orqali ingibilashadi. Xo'p, substrat gormon bo'yicha qaytar aloqada asosiy yorqin namunasi sifatida Langergas orolchasining beta hujayralardan insulin sekretsiyasini va alfa hujayralardan glukagon sekretsiyasini, qonda glyukoza miqdorini tartibga solish turishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bunda asosiy ta'sir qiluvchi omil bu qaytar aloqaga substrat hisoblanadi, ya'ni glyukoza. Glyukoza qonda. Glyukoza qonda ko'p, demak insulin kam bo'ladigan bo'lsa glukagon. Hop, nimaga bunday bo'layotganini aniq bilmadim. Hop, harakat qilib ko'ramiz. Hop, shunday. Ya'ni qonda glyukoza miqdori ko'p va kam. Bu o'zi shunday ekan. Ilojimiz yo'q. Endi to'g'rilandi. Hop, ko'p, kam. Shunday. Hop. Bunda substrat ta'sir qilyapti. Bunda esa gormon. Shu gormon ajralishini o'zi ingibillayapti. Gormon sekretsiyasini o'zi ingibillayapti. Hop. Boshqaruv mexanizmiga o'tadigan bo'lsak, hop, demak boshqaruv mexanizmlariga bizda shu negativ feedback orqali va pozitiv feedback orqali yuqorida aytib o'tdik. Hop, qaytar aloqa orqali boshqaruv dedik. Mana mahsulot demak gormon ajralishini endokrin bezdan ta'sir qilib uni ingibillayapti. Hop, o'rtada demak endokrin bez gormon ishlab chiqaryapti. Bu nishon hujayraga ta'sir ko'rsatyapti. Nishon hujayrasi bizga mahsulotni ishlab chiqarib beryapti. Hop, bunda o'sha mahsulotni ko'pligi bu jarayonni bloklayapti. Yoki pozitiv feedbackda endokrin mahsulot ishlab chiqarilyapti. Mahsulot bu jarayonga ta'sir qilyapti. Ya'ni bu jarayonni yana kuchaytirish kerakligini ko'p yoki kam. Ko'p yoki kam. Hop. Mahsulot demak ko'p bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yana bu jarayonni ko'paytirib berish kerak. Ko'paytirib berish uchun pozitiv feedback ishlaydi. Kam bo'ladigan bo'lsa, yana shu pozitiv feedback shu orqali ketib, endokrin bezga o'zini ta'sirini ko'rsatadi.
O'rtada shu yuqoridagi yo'llar, garmon, nishon va bunda ham xuddi shunaqa. O'zi nega feedback mexanizmini mana bu chizma orqali yaxshiroq tushunib olamiz. Hozir chizib ko'rsataman. Hop, mana bizda to'g'ri chiziq bor va bu bizda norma. Joyga yozaman, norma. Bu demak o'sish plyusga. Bu kamayish. Endi bizdagi bu rasmni ikkita chizib olamiz. Agar bizda shu negativ feedback bo'ladigan bo'lsa, NF bo'lsa, bu pozitiv feedback. Negativ feedback bo'ladigan bo'lsa, bu jarayonni orqaga qaytarishga harakat qiladi, ya'ni normaga qaytarishga harakat qiladi. Hop, bu bo'ladigan bo'lsa, ya'ni pastga qarab ketayotgan bo'lsa, endi bu jarayonni bu yana shu musbat ta'sir qilib, shu orqaga qaytarishga harakat qiladi. Ya'ni bu ketayotgan jarayonga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni musbat bo'lsa musbat emas, manfiy ta'sir ko'rsatadi. Manfiymi? Musbat ta'sir ko'rsatadi. Hop, endi pozitiv feedbackda qanday bo'ladi? Demak, ko'payib ketyapti. Hop, demak, bu jarayonni oshirish kerak. Musbat ta'sir ko'rsatadi. Kamayib ketyapti, demak, bu jarayonga manfiy ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni pozitiv feedbackda xuddi shunaqa. Negativ feedbackda bu jarayonni aksi, pozitiv feedbackda shu jarayon bilan bir xil ketadi. Hop, kamayaptimi? Kamayadi, ko'payaptimi? Ko'payadi. Shunga harakat qilib ketadi. O'zi feedback mexanizmini umumiy mohiyati shundan iborat. Hop. Keyingi qismga o'tgan bo'ladi. Bu yerda gipotalamus haqida ma'lumot ketgan. Ya'ni gipotalamus. Bilamiz, o'sha asosiy markaz dedik. Ya'ni asosiy markaz bu demak gipotalamus. Undagi o'sha yadrolar parametrlar supraoptik va yana shunga o'xshagan yadrolari mavjud. Bu joyda o'sha bu yadrolar o'zidan o'sha maxsus garmonlarni ishlab chiqaradi. Bu yo'l davom etadi. Demak, gipofizga gipofiz o'zini ham biz ikkiga bo'lib olganmiz, ya'ni neyrogipofiz, gipofiz va adenogipofizga. Hop, neyrogipofiz bu hipotalamus va gipofiz o'rtasidagi nerv aksoni orqali bog'lanadi. Bu esa mana bu yo'l esa hipotalamo gipofizar portal tizim orqali bog'langan bo'ladi. Ya'ni mana ko'rishimiz mumkin. Hipotalamusda o'sha maxsus yadrolar bor edik. Ulardan o'sha releasing garmonlar ishlab chiqariladi. O'sha releasing garmonlar orqali keyin u gipofizga ta'sir qiladi. Bu joyda o'sha releasing garmonlar keyin stimullovchi omillar orqali shu maxsus bezga keyin ta'sir qiladi. Hop, ya'ni bu joyda demak parallel prolactin releasing hormone GH o'sish gormoni TSH tiroid stimullovchi gormon. Hop, AKTH bo'lsa adreno kortikotrop gormon.
Dur, biroz qisqarmay qoldi. Hop. LH bu joyga yozaman. Lutein lovchi. FSH o'zi follicular stimullovchi. Hop, hammasini yozildi. Bu EGF insulin growth factor adashmasam, insulin growth factor o'sha jigarda o'sishni ta'minlab beradi. Ya'ni bizga yog', muskul, suyak hujayralariga o'sha o'sishni ta'minlab beradi. Uni o'zining ta'sirlari bor. Ularni tegishli mavzularda gaplashib chiqamiz. Prolaktin stimullovchi gormon demak sut bezlariga ta'sir qiladi. Prolaktin, ya'ni sut ishlab chiqarish oshadi. Qalqonsimon bezlar demak T4, T3 va kalsitonin ishlab chiqariladi. Demak, testis, ovariy, bu testisdan demak testosteron, ovariydan esa estrogen, progesteron kabi gormonlar ishlab chiqariladi. Demak, bu umumiy o'sha gipotalamusni funksiyalari, ya'ni gipotalamusda o'sha releasing va statillar mavjud bo'lgan. Ya'ni releasing va statillar. Releasing gormonlar demak bu jarayonni gormon ishlab chiqarishiga musbat ta'sir qiladi. Statillar manfiy ta'sir qiladi. Ya'ni mana bu joyga gormon production deymiz, ya'ni gormonni ishlab chiqarishiga bu bittasi manfiy ta'sir qilsa, bittasi musbat ta'sir qiladi. Hop. Qisqasi shunday. Hop. Bu umumiy ko'rinish edi. Bu adrenal cortex, ya'ni bilamiz, buyrak usti. Bezi. Keyingi qismimiz gipofiz bezi. Gipofiz bezini shu aytdik, ikkiga bo'lib olamiz dedik. Neyro va adeno. Neyro gipofiz demak vazopressin va oksitotsin. Adenogipofizdan shu yuqoridagi gormonlarimiz ishlab chiqariladi. TSH, LH, FSH, growth hormone, AKT, ya'ni adrenokortikotrop hormon. Hozir biroz adashib ketdim. Ya'ni AKTH, shuningdek melanosit stimullovchi hormon. Bu ishlab chiqariladi. Mana shu joydan biz ko'rishimiz mumkin qaysi gormon ishlab chiqarishini. Antidiuretik gormon. Bu o'sha neyro gipofiz qismidan buyraklarga ta'sir qiladi. Oksitotsin bu ham o'sha neyro gipofiz qismidan ishlab chiqariladi. Neyrogipofiz va adenogipofiz. Hop. Adeno va neyro. Demak, bu gipofiz. Hop. Yana AKTga ishlab chiqarilyapti. Bu adrenal korteksdan biz bilgan o'sha 3 ta qavat zona. Fasciculata, zona reticularis, zona glomerulozadan gormonlarni ishlab chiqarishini ta'minlab beradi. Mineralokortikoid, glukokortikoid va jinsiy gormonlarni ishlab chiqaradi. Gonadeko. Shularni ishlab chiqaradi. Hop, keyin esa melanosit stimullovchi gormon. Bu joyga yozib qo'yaman. Melanosit stimullovchi gormon, o'sha terimizga rang berish. Teri pigmenti deylik, teri pigmenti hisoblanadi.
Hop, endi suyaklar o'sishini o'sha growth hormoni degan GH suyaklarning o'sishini hop ta'minlab beradi. Endi somatotrop va TSH alqasmon beziga ta'sir qiladi. U joylar shu aytdik, T4, T3 va kalsitonin dedik. Gonadotropinlar. Demak, ular o'sha urug'larga ta'sir qiladi, testicle va ovari, ya'ni tuxumlarga ta'sir qiladi, o'zining ta'sirini ko'rsatib beradi. Hop. Va mana u gormon, o'sish gormoni somatotroplar, ya'ni muskulga ham ta'sir qiladi. Hop. Demak, bu umumiy o'sha gipofiz bezi haqidagi tushunchalar edi. Bu o'sha o'zini maxsus gormonlar. Demak, hozir o'chiramiz. To'liqroq aniqroq ajratib turish uchun boshqa rang bilan belgilab qo'yamiz. Qisqasi shu. Hop. Demak, keyingi nerv sistemasi orqali boshqaruv. Nerv sistemasi orqali boshqaruvda demak, aytdik, tashqi yo'l mavjud dedik va ichki yo'l mavjud dedik. Demak, tashqi yo'l nerv sistemasi orqali gormonlar chiqarish tashqi yo'l bilan nazorati, ko'rish, eshitish, hidlash, ta'm va taktil orqali amalga oshadi. Chunki ma'lumotda o'sha taomni, masalan, biz oldimizga olib kelishmasa ham, ayni daqiqada u haqida eshitadigan bo'lsak, bizda o'sha eshitish orqali, ta'mini o'sha oldin yeb ko'rgan bo'lsak, ta'mini totish orqali bizda shu so'lak bezlarimiz ishga tushadi. Va u bevosita o'sha nerv endokrin tizimi bilan bog'liq bo'ladi. Aslida bu joyda ham xuddi shularni aytilyapti, ya'ni ko'rish orqali ba'zi bir gormonlar ishlab chiqaradi. Masalan, o'sha melatonin, ya'ni yorug'lik deylik, yorug'likka melatonin. Hop. Melatonin ta'siri, eshitish, hidlash, ta'm, shular hammasi o'sha tashqi yo'lga kiradi. Nerv sistemasi orqali gormonlar chiqarish ichki yo'l bilan nazorati, og'riq, his-tuyg'ular, jinsiy hayajon, qo'rquv, stress va qon hajmi, bular hammasi shu ichki yo'lga kiradi. Bu esa umumiy shu nerv sistemasini orqali boshqaruvga kiradi. Keyingi qismga o'tsak, xronotropik nazoratga, demak, o'sha gormonlar xronotropik nazorati, gormonlar sekretsiyasining xronotropik nazoratiga quyidagilar kiradi. Ya'ni ayrim gormonlarning tebranuvchi pulsatsiyasi. Ya'ni tebranuvchi pulsatsiya, tebranuvchi va pulsatsiyaga ajralishi. Gormonlar darajasining sutkalik o'zgarishi. Hayz ko'rish ritmi jarayonida ba'zi bir gormonlar funksiyasi oshgan, ba'zi birlari kamaygan bo'ladi va mavsumiy ritmlar bo'ladi. Shularni ham e'tiborga olish kerak va rivojlanish jarayonida, masalan, somatotroplar, trop gormonlari miqdori oshadi. Chunki ular suyak va mushaklarga o'zini ta'sirini o'tkazadi. Hop. Endi muntazam tebranish sikllari manba bo'lgan puls generatorlari gipotalamusdagi supraxiazmatik yadroda, ya'ni supraxiazmatik yadroda joylashgan hisoblanadi. Ichki biologik soat, shuningdek endokrin sistema biometabolik jarayonlar va xatti harakatlarning muvofiqlashtirilgan ritmlarni bajarish uchun mas'ul bo'lgan soha shu supraxiazmatik yadroda joylashgan bo'ladi, ya'ni ichki biologik soat. Bu ham xronotropik nazoratga kirar ekan. Hop, endi retseptorlar va ta'sir mexanizmi. Gormonlar va nishon hujayralar. Birinchi navbatda aytdik, o'sha retseptorlarni biz hujayra ichida, hujayra ichi va membrana dedik. Hop, shunga ko'ra biz shu retseptorlarni farqlab olamiz. Demak, bu joyda hozir gormonlar va nishon hujayralar keltirilgan. Har bir gormon o'zining ma'lum bitta o'sha nishon hujayrasiga ega. Hop, mana A gormon uchun nishon hujayra, B gormon uchun nishon hujayra va A va B gormon uchun o'zining maxsus nishon hujayrasi bo'ladi. Hop, bu o'sha retseptorlarni qayerda joylashganiga ham bog'liq bo'ladi. Aslida o'sha bu joylashuvni biz aytdik, o'sha lipofil hidrofillik ta'minlab berar edi. Ya'ni retseptor qayerda joylashishi ham shu moddani shu xususiyatiga ko'ra ta'minlanar edi. Ya'ni hujayra ichidami yoki membranadami. Ya'ni shularni ham e'tiborga olib qo'yish kerak. Bu o'sha gormonlarni, shu retseptorlarni
Umumiy ko'rinishlari hozir batafsil to'xtalamiz retseptor va ligand aloqasiga. Retseptorlar demak ayting ma'lum bitta sayti bo'ladi. O'lchamga mos holatda. O'sha bu joydan shu yuqoridagi rasm. Ya'ni hech qachon mana bu A o'lchamdagi modda shu B o'lchamdagi moddani retseptorga birga olmaydi. Ya'ni bu joyda taqiq bor. Ya'ni o'zini retseptorini, o'zini o'lchami va maxsus sezuvchi sohasi mavjud bo'ladi. Retseptorlar sonining o'zgarishi, hujayralardagi shu retseptorlar soni vaziyatga qarab o'zgarib turadi. Bu jarayon ikkita mexanizm orqali tartibga solinadi. Ya'ni retseptorlar sonini kamaytirishga va retseptorlar sonini ko'paytirishga qaratilgan boshqa jarayonlar hisoblanadi. Retseptorlar sonini kamaytirishga qaratilgan boshqa jarayonlar faol retseptorlar sonining kamayishiga olib keladi va gormon sezuvchanligi me'yordan ortiq bo'lsa, uni tartibga soladi. Gormon sezuvchanlik me'yordan ortiq olib ketadigan bo'lsa, u demak bu jarayon tartibga solish sifatida qaraladi. Shu retseptorlar sonini ko'paytirishga qaratilgan jarayonlar bu hujayradagi faol retseptorlar soni ko'payishini anglatadi. Bu gormon konsentratsiyasi kamroq bo'lsa, uni harakatini tartibga soladi. Bu jarayonda gormon yetishmovchiligini tartibga keltirish, ya'ni to'g'rilashga qaratilgan bo'ladi. Demak, bu jarayonda demak retseptorga sezuvchanlik ortishi bu jarayonda esa yetishmovchilikni ta'minlash. Bu jarayonda sezuvchanlikni mana u kamaytirishga qaratilgan bo'ladi. Shuning uchun sterilgan pastga bu yetishmovchilikni ta'minlashga qaratilgan bo'lgan. Xo'p, endi keyingi qismimiz gormonlarning ta'siri. Gormonlar ta'sir qilish mexanizmiga ko'ra membrana o'tkazuvchanligini o'zgartirish orqali gormonlar hujayra ichidagi retseptorlari bilan bog'lanishi orqali gen ekspressiyasiga ta'sir va ikkilamchi messenjerlar orqali ta'sir. Ya'ni GPC G va shu membrana retseptorlar bilan birikib tirozin kinazi faollashi orqali ta'sir qiladi. Bu joyda o'sha tirozin kinazi retseptorlarini faollashga keltirgan signal molekulasi keldi mana bu joyda va u o'sha faol maxsus retseptor maydoniga birikdi. Ya'ni bu modda uchun maxsus bo'lgan joyga qismga va o'zini o'sha bu mana shu retseptorning faolligini oshirib berdi endi bizga. Va u mana ko'rib turibmiz, fosforillanish kuzatiladi. Dimer birlashyapti, oldin ajralib turgandi, endi ular birlashyapti. Birlashib o'sha bizda demak bu joyda oqsillarni, shu axborotni qabul qilish va uni o'tkazilishi natijasida javob hosil bo'ladi. Ya'ni bu hujayra ichida. Yuzaga keladi. Xo'p, keyingi qismimiz bu iyerarxiya. Bu iyerarxiya nima uchun muhim? Aynan shu joyda keltirildi. Bizda shu eng kichik birlik organizmda atom hisoblanadi. Undan keyin molekula. Undan so'ng makromolekula va organellar, hujayra, to'qima, organlar sistemasi va eng oxirida organizm. Bu iyerarxiyani bilishimiz nima uchun muhim? Ya'ni bizda hozirgi kunda o'rganilayotgan qism hujayra bo'lyapti. Ya'ni hujayra darajasigacha hozir biz o'rganib tushganmiz. Aslida undan ham pastdagi jarayonlar, darajalar mavjud va eng kichik bo'lak hozir atom darajasi sifatida turibdi. Shunday? Va kasalliklar ham va boshqa jarayonlar ham aynan mana shu atom darajasigacha tushib o'rgansangiz aslida eng o'sha qaymoq joyiga yetib borasiz o'rganishni. Lekin bizda o'sha hozirgi kunda tiriklikning eng kichik birligi, ya'ni eng kichik eng kichik birlik sifatida hujayra qaraladi va o'zida barcha tiriklik hujayralarni, tiriklik shu belgilarini namoyon qilganligi uchun biz hujayra darajasidan boshlab o'rganamiz. Bu joyda o'sha har bitta biz o'rganayotgan shu organellar, makromolekula, molekula, atom darajalarini ahamiyati keltirib o'tiladi. Bu qism esa sizga o'sha mustaqil ishlash uchun topshiriq sifatida keltirilgan. O'zingiz shu umid qilamiz ingliz tilidan bilimlaringiz mavjud. Shu qismni o'zingiz qo'shimcha bu yerdagi iyerarxiyani mustahkamlash uchun to'ldirib qo'yasiz degan umiddamiz. Demak, vazifa birinchi. Bu o'zingiz uchun mustaqil vazifa hisoblanadi. Xo'p, endi bu joyda transport turlari demak hujayra tashqarisi
Bu yer ekstrasellular fluid va hujayra ichkari suyuqligi intrasellular fluid. Bu hujayra membranasi, ya'ni hujayra membranasi. Bu joydan demak moddalar aytdik. O'zi transport ikki xil bo'ladi. O'zbekcha deyiladi. Hop, oddiy ya'ni aktiv va passiv. Oddiy deyman. Hop. Passiv, aktiv. Demak, passiv lipofil uchun bu joyda, ya'ni aktiv hidrofil uchun. Ya'ni bu joyda ham shu yuqoridagi shu lipofil, hidrofil xususiyatlari tilga olinyapti. Bularni albatta tushunib olamiz. Demak, bu yerda ko'rib turishimiz mumkin. Modda demak yerda deyapti. Simple diffusion, ya'ni oddiy diffuziya orqali, ya'ni passiv transportni o'zi ikkita turi bor. Oddiy, yengillashgan. Aktivni demak turlari birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi transport. Va bu joyda kanalga bog'langan diffuziya deyapti. Bu yengillashgan diffuziya sifatida olib ketamiz. Va passiv transport yengillashgan diffuziya deyapti. Ya'ni carrier mediated diffusion, ya'ni bu tashuvchiga bog'langan diffuziya. Bu hammasi o'sha diffuziyani mana shu uchalasi shu uchalasi demak diffuziya ekan. Diffuziyaga misol bo'ladi. Endi bu aktiv transportda mana energiya sarflanib ketyapti. Energiya nima? ATF. Ya'ni ATF parchalangan bo'lsa, ADF plus P ga, ya'ni fosfatga parchalanadi. Hop, birlamchida hosil bo'lgan energiya keyinchalik ya'ni shu ikkilamchi bu yana chiqib uchlamchi bo'lishi mumkin. To'rtlamchi shuna qilib ketadi, lekin hozir bizga aniq mana shu uchlamchigacha aniq hisoblanadi. Hop, bu haqida ham fiziologiya manbalarini boshlang'ich umumiy fiziologiyasida keltirilgan boshdan boshlab kursimiz davomida o'rganib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Endi retseptorlarni joylashuviga to'xtalib o'tsak. Demak, retseptorlarning joylashuvi plazma retseptor demak plazma membranasida. Plazma membranasi va retseptor yadroda, hujayra yadrosida. Bu nimaga bog'liq? Yana o'sha hidrofil lipofil. Aynan shunga bog'liq. Mana sekretor vezikula ajratyapti. Shu gormon molekulasi qonga qo'yildi. Demak, endokrin biz bo'lgandan keyin u demak qon oqimida harakatlanadi. Hop, endi bunga keladi plazmadagi harakatini ko'rib chiqsak, hop, signal retseptor, ya'ni hujayra membranasida joylashyapti bu. Va u nishon hujayraga ta'sir qilgan, ya'ni bu nishon hujayraga unda o'sha signal o'tkazuvchi yo'llar orqali, mana shu yo'llar orqali sitoplazmatik ta'sir yuzaga kelyapti bu joyda. Bu oxiri bor o'sha yadroga, DNK ga ta'sir qiladi. Bu joyda mahsul oqsillar sintezi amalga oshadi, ya'ni yadroda. Va bu oxirida yadroviy javobni yuzaga keltiradi. Ya'ni o'rtadagi bosqich mana shu jarayon biz uchun muhim hisoblanadi, ya'ni biz uchun muhim hisoblanadi, chunki aynan bundan farqi ham shu bosqichda bilinadi. Hop, endi biz bu orqali ketadigan bo'lsak, ya'ni hujayra yadrosiga, ya'ni lipofil tabiatga ega bo'lgan steroid gormon bo'yicha ketadigan bo'lsa, nishon a'zoga ta'sir qildi, ya'ni nishon hujayrada hujayra membranasiga hech qanday to'siqlarsiz retseptor o'tib ketdi va u to'g'ridan-to'g'ri yadroga ta'sir qildi, ya'ni signal retseptorga. Hop, hujayra DNK va mRNK hosil bo'lyapti. Bu keyinchalik maxsus oqsillarni sinteziga ta'sir qilyapti. Hop, bu yadroda kechayotgan jarayon hisoblanadi. Hop, demak, buni o'chirib turamiz. Shu moddani tabiatga deyapmiz, ya'ni modda tabiatga bevosita bog'liq bo'lyapti.
Hidrofil bo'ladigan bo'lsa, demak hujayra membranasida membrana retseptori bu bo'lsa intrasellular. O'rtada demak oraliq jarayonlar. Keyin yadro, ya'ni nukleus. Buni ham o'chirishim kerak ekan. Oxirida yadro bo'lyapti. Bu to'g'ridan to'g'ri yadroga ta'sir qiladi. Bu joydan keyin maxsus mana shu ma'lum maxsus oqsillar sintezi. Sintezi kechadi. O'sha moddaning tabiatiga avvalo bog'liq hisoblanadi. Keyingi qismimiz hujayra membranasi. Mana hujayra membranasini ham bu joyga o'sha o'zimiz uchun bir takrorlash bo'lish uchun keltirib o'tilgan. Hujayra membranasini ko'rib turishimiz mumkin glikolipidlar, ya'ni bu joyga shpargalka bo'lish uchun yozib qo'yamiz. Lipid plus uglevod. Shu birikmadan hosil bo'ladi. Glikoproteinlar, oqsil plus uglevod. Globulyar proteinlar ko'rishimiz mumkin va karbohidrat, ya'ni uglevodlar. Xolesterol bu hujayra membranasi uchun tayanch. Membrana uchun tayanch. Periferik proteinlar, o'zi proteinlarni biz bo'lib olgandik ikki qismga, ikkitaga bo'lib olgandik proteinlarni. Periferik va integral. Integral demak membranani kesib o'tadi. Kesib o'tadi. Periferik bundan xususiyati yo'q. Ya'ni manfiy qilib qo'ydim mana. Xo'p, endi bu joyda alfa helix oqsillar keltirgan ion kanallari integral proteinlar bu bitta narsa, bitta shu oqsilni turi hisoblanadi. Ya'ni integral oqsillar hisoblanadi bular ham. Bu shu integral oqsil hisoblanyapti. Periferik oqsillar mana. Hop. Lipoproteinlar qolib ketibdi bitta narsa, lipoproteinlar. Ya'ni bu mana shular integral oqsillar lipoprotein sifatida olib kelsa ham bo'laveradi. Ular shu lipid plus oqsil dan tashkil topgan bo'ladi. Hujayra membranasi demak asosiy tarkibiy qismi. Mana bu joyda ko'rib turibmiz. Qilaylikda. Fosfolipiddan tarkib topgan bo'ladi. Fosfat, glitserin va yog' kislota. Shular umumiy fosfat kislotaning tarkibiy qismi hisoblanar edi. Bu joyda shu signal o'tkazuv yo'llari, ya'ni membranaga bog'langan signal o'tkazuv yo'llari, signal molekula bog'lanish, reseptor bilan bog'lanish hosil qilyapti. Bu joyda shu oqsillar, ya'ni axborotni qabul qilib olyapti va o'tkazyapti. Mana bu transaction, ya'ni o'tkazish. Axborotni o'tkazish. Bu yadroga ta'sir qiladi. Va boshqa metabolizmga ta'sir qilib, yadroda shu gen ekspressiya, ya'ni gen hosil bo'lishiga ta'sir qilyapti. Bu ham shu signal o'tkazuv yo'llaridan biri hisoblanadi. Ya'ni bu asosan shu reseptorga bog'lanishi hujayra membranasida joylashgan reseptorlar orqali kechadi. Bu o'sha GPCR tuzilishi. Ya'ni ko'pgina gormonlarni biz o'sha ikkilamchi messenjer bilan ishlaydigan gormonlarni hammasi mana shu GPCR bilan ishlaydi. Asosan alfa qismni turlari bilan, beta gamma superligacha ion kanallar bilan ishlaydi. Alfa superliga o'zidan o'sha
guruhchalar, kichkina guruhchalar orqali, ya'ni G, I, GS, GQ, G12. Shular hammasi o'sha G PCRning turlari, ya'ni G alfa ning kichkina guruhchalari hisoblanadi. Shu orqali bizda shu gormonlar ta'sir qiladi, ya'ni ikkilamchi messenjer bilan ta'sir qiladigan gormonlar. Hop, keyin tirozin kinaza retseptorlari. Tirozin kinaza retseptorlarida ham shu modda signal molekulaga keladi. Bu alohida turganida mana ko'rib turibmiz, birlashdi. Birlashgandan keyin fosforillanadi va o'sha bundan o'sha axborotni o'tkazish va javob hosil bo'lyapti. Bu o'sha tirozin kinaza orqali o'sha moddalarni o'tkazish hisoblanadi. Bu yerga o'zimizning izohlarimizni yozib qo'yishimiz mumkin. Bu hozircha bizga kerak emas. GPCR ni endi GI kerak ekan izohlar uchun qism GS turi. O'shaning bilanasi 7 ta helix. Endi nima uchun yoziladi deydigan bo'lsak, NH2 guruh bor, amino guruh va bu joyda CH guruh bor. Bu karboksil guruh, metil guruhdan tashkil topgan bo'ladi. Uzr, karboksil guruhidan. Karboksil. Shu bu joyga kelib, modda kelib birikyapti va bu alfa bitta gamma super alohida, mana bu alohida ta'sir qiladi. Bu joyda nima uchun GPCR deyilgan? Chunki ana shu joyda G osil birikkan bo'ladi. Yana shu joyga G osil birikkan bo'ladi. GDF ga birikkan bo'ladi. Buni faollanishi shunday kechadiki, GTF buni o'rniga keladi, bu ketadi. Shuni hisobiga keyin alfa GTF bo'lib faollashadi. Bitta gamma subligati ion kanaliga ta'sir qiladi dedik. Ion kanaliga ta'sir qiladi maxsus bitta. Ion kanaliga ta'sir qiladi. Alfa GTF keyinchalik hujayra ichidagi nishon, ya'ni maxsus fermentga ta'sir qiladi. Ferment shu ma'lum bitta jarayonni faollaydi. Jarayon faollaydi. U keyinchalik ikkilamchi fermentga ta'sir qiladi. Ikkilamchi ham ma'lum bitta jarayonni faollaydi. Va biologik javob yuzaga keladi. Javob yuzaga keladi. Biologik javob yuzaga keladi. GS ham xuddi mana shu ketma-ketlikda ketadi. GS siklik AMF hosil bo'ladi, siklik AMF. Adenolat siklaza hisobiga keladi. Adenolat siklaza. Adenolat siklaza hisobiga yuzaga kelayotgan jarayon hisoblanadi. Siklik AMF hosil bo'lishi adenolat siklaza hisobiga ketadi. Siklik AMF undan keyin maxsus protein kinaza A ga ta'sir qiladi. Protein kinaza o'zini o'sha regulator va S qismlar orqali komplement qismlar orqali ta'sir qiladi. Bizga shu komplement qism kerak, ya'ni bu faollashadi. Faollashgandan keyin o'zini maxsus jarayonlarni ta'sir qiladi. Yuzaga keltiradi, ya'ni oqsillar sintezi va boshqa bir jarayonlar. Yuzaga keladi. Bu yerda shu GS ekan, ya'ni yuqorida aytib o'tilgan qism. Bu GS bilan ishlaydigan mana epinefrin, ya'ni beta adrenalin reseptorlar
O'sha transmembrana orqali, ya'ni o'tgan yilcha transmembrana alfa helix hosillar. Xo'p, alfa beta gamma superlik. Bu beta gamma superlik alohida ishlaydi dedik. Alfa superlik mana umumiy GTF birlashgan bo'ladi bu joyga. GTF bu joyga kelib birikshi buni faollaydi. Mana ketyapti, GTF ketgan. Bu adrenal siklaziga ta'sir qiladi. Adrenal siklazi bu joyga musbat ta'sir qiladi. ATFdan ATFdan siklik amal hosil qiladi. Siklik amal protein kinazaga ta'sir qiladi. Protein kinaza A o'zini keyingi protein sintezis ta'sir qiladi. Bu o'sha GS mexanizmiga ko'rinishi edi. Endi non steroid gormonlar ta'siri, bu ham xuddi shu non steroid deymiz. Bu demak hosil yoki aminokislota. Shu ikkovidan bittasi bo'ladi. Hop, bunda mana bunda xuddi shu non steroid gormon retseptorga kelib birikdi. O'sha GTF birlashib turganda bu joyga GTF keldi mana. Bu joyda ham ko'rsatilgan o'zi mana shu joyda. GTF kelib birikkandan keyin bu faollashadi. GTF adrenal siklazaga ta'sir qilib ATFdan siklik hosil qiladi. Siklik amif demak maxsus protein kinaza A ni faollashtiradi. Protein kinaza A keyin hujayraviy jarayonlarni yuzaga keltiradi. Ya'ni oqsillar sintezi yuzaga keladi. Bu joyda ham xuddi shu yuqoridagi jarayon, ya'ni GS mexanizmi. Bu joyda. Bu joyda ikkilamchi messenjerlar, mana birlamchi first messenger. Nima uchun ikkilamchi deyilgani mana, ya'ni shu uzoq berib ketilmagan bo'lsa, bu o'sha birlamchi messenjer mana bu retseptor ta'sir qilyapti va hujayra ichida yana shu jarayonlar ketma-ketlikda ikkilamchi messenjerga mana ikkilamchi messenjerlarga ta'sir qilyapti. Ular keyinchalik hujayra ichida maxsus javobni yuzaga keltirib beryapti. Hop, mana GTFdan GTF hosil bo'lishi. Undan keyin effektor organ, ya'ni fosfolipazalarga ta'sir qilyapti. Fosfolipaza C'ga ta'sir qiladi. Adashmasam fosfolipaza C'ga ta'sir qiladi. Bu GQ bilan aktivlanish ekan. GQ bu o'sha diatsiklitserolga, ya'ni fosfatidinazol trifosfat o'sha biz fosfolipaza C orqali o'sha diatsiklitserol va inazol trifosfatga parchalaymiz. Diatsiklitserol ikkilamchi messenjer protein kinaza C bilan birlashadi. Protein kinaza C'ga ta'sir ko'rsatadi. Inazol trifosfat endoplazmatik retikulumdagi kalsiy chiqishini ta'minlaydi. Kalsiy o'sha kal modulin bilan birga kalsiy kolmodulin kompleksini hosil qiladi yoki kalsiy o'zi o'sha protein kinaza bilan ta'sir qilib nishon a'zoga javobni yuzaga keltiradi. Bu o'sha GQ bilan ishlaydigan gormonlar katexolaminlar, tiroid releasing gormon, antitiroid gormon, bu oksitotsin va LRH. Buni aniq bilmadim qanday tarjima qilishini. Luteinizing releasing hormon bo'lishi kerak, adashmasam shunaqa. Xo'p, keyingisi demak bu yerdan uzoqlar uchun, ya'ni GQ ni uzoqlab ketishimiz mumkin. GQ o'sha hujayra membranasi mana transmembrana hosili. Bu joyga retseptor kelib ta'sir ko'rsatdi. Mana bu joyda alfa bitta gamma superlik bor edi. Bu joyda GDF turgan edi. Xo'p, bu joyga GTF kelib birikishi. Keyinchalik alfa GTF faollashadi. Alfa GTF bu joyda yana hujayra membranasi joylashgan. Hujayra membranasi fosfolipazasiga ta'sir qiladi. Hozir o'xshab qolsa mana fosfa F to'liq o'chib ketib qoldi. Fosfolipazasi bu fosfolipazasi mana bu hujayra ichida joylashgan. PI P2 degani fosfatidinazol trifosfatga ta'sir qiladi. Bu o'zidan demak ikki xil modda ajratadi: diatsiklitserol va inazol trifosfat. Diatsiklitserol protein kinazaga ta'sir qiladi. Nishon a'zo demak biologik javob. Biologik javob bu demak kalsiyni sirkadan chiqishini ta'minlaydi. Bu o'zi ta'sir qilishi mumkin.
yoki kalmodulin bilan ta'sir qilishi mumkin. Keyin bu ham biologik javobni yuzaga keltirib beradi bizga. Bu ham biologik javobni yuzaga keltiradi. Bu ham o'sha GQ uchun bu joyda o'sha retseptor mexanizmi tiroidin kinazi insulinni qanday ishlashi haqida ketgan. Insulin o'sha retseptorlar insulin kelib birgapti. O'sha plazma membranasiga bilan o'sha insulin retseptorlari bog'langan. Insulin retseptorlari o'sha insulinni bog'laydi deyapti va aktivlangan retseptorlar insulin retseptorlarini birini o'sha bog'laydi, birini fosforillaydi deyapti. Mana shu joyda insulin bir retseptorlari fosforillanish yuzaga kelyapti. Xo'p. Keyinchalik ular o'sha RAS yo'lini faollashtiradi deyapti. Ular PI3 kinazani faollaydi. U o'sha membranali fosfatidilinstol trifosfatga fosfor guruhini qo'shib beradi. Natijada PI2 ni PI3 ga o'zgaryapti. Mana ko'rib turibmiz, PI2 PI3 ga o'zgaryapti. Xo'p. Bu joyda o'sha pten degan o'sha modda bu PI3 ni yana qaytadan PI2 ga o'zgartirib berish xususiyatiga ega ekan. PI3 keyinchalik AKT deb nomlangan protein kinazaga ta'sir qiladi va u boshqa oqsil kinazalarni faollashtirib beradi. Ya'ni boshqa oqsil kinazalarga ta'sir qiladi. Misol uchun glukagon sintezi faollashadi va gluktor transporterlari hujayra membranasiga ko'chiriladi, ya'ni chiqariladi. Natijada hujayra tashqarisidagi glukoza hujayra ichiga kiradi deyapti. AKT demak o'sha kalit oqsil hisoblanar ekan. Oqsillarni o'sha fosforilashtirish natijada glikogen sintezi faoliyatini oshirib beradi. Glukoza transporterlarini chiqishini ta'minlaydi. Membranaga gluktor transporterlar chiqishini ta'minlab beradi deyapti. Xo'p, bu joyda ham shu muskananing retseptorlari, ya'ni bu joyda nima uchun keltirilgan? Xo'p. Bu o'sha muskananing retseptorlari hammasi o'sha GPCR bilan ishlaydi. GPCR bilan. Bunga emas, hozir nima yechishimiz kerak edi? Ularni demak M1, M2, M3, M4, M5 turlar mavjud. Ular nima 3, 5 hammasi GQ bilan ishlaydi. Bu GI bilan ishlaydi. Shuni bilib olishimiz kerak. M1 o'sha avtonom gangliyalarda, M3 silliq muskullarda bezlarda joylashgan. Bular o'sha bezlardan sekretizasiyasini ta'minlab beradi. Hammasini o'sha mediator sifatida asetilxolin xizmat qiladi. Ya'ni AH asetilxolin xizmat qiladi. Asetilxolin o'sha ta'sirlarini ko'rib turibmiz. Mana GI bilan va GQ bilan ishlashi bu joyda shu yuqorida aytib o'tilgan mexanizm hammasi keltirib o'tilgan. Xo'p, endi qonday gormonlarni o'lchash, qonday gormonlar darajasini o'lchash gormon yetishmasligi yoki ko'pligi bilan bog'liq. Endokrin kasalliklarni aniqlash uchun zarur bo'ladi. Gormonlar qonda juda past konsentratsiyada mavjud bo'ladi. Shuning uchun odatiy baholash usullari, misol uchun kalorimetrik ko'p qo'llanilmaydi. Shuning uchun ular gormonlar tahlillari va ba'zi maxsus texnikalar bilan o'lchanadi. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi. O'sha biologik tahlil, immunologik tahlil, sitekimyologik tahlil va dinamik testlar hisoblanadi. Xo'p, biologik tahlilda qanday kechadigan bo'lsak, noma'lum plazma namunasi eksperimental hayvonlarga yuboriladi va miqdoriy kuzatish orqali baholanadi. Endi bunda o'sha tanlangan ta'sir aniq o'sha doza javob aloqasi mavjud bo'lgan gormonning xarakterli harakatini aniqlab beradi. Keyingi ta'sirda o'sha immunologik ta'sir, bu o'sha keng qo'llaniladi. Tez qo'llanadigan immunologik tahlil usullaridan biri hisoblanadi. Ular o'sha radioimmunologik tahlil va fermentga bog'liq immunosorbent tahlil, ya'ni ELISA deyiladi. Ya'ni enzim linked immunosorbent assay. Ya'ni fermentga bog'langan immunosorbent tahlil. Radioimmunologik tahlil plazmani o'sha qanday amalga oshiradigan bo'lsa, plazma noma'lum namunasi tahlil qilish kerak bo'lgan ma'lum bir gormonning shu konsentratsiyada sotuvda mavjud bo'lgan tozalangan o'ziga xos antikor va radioaktiv izotop vodorod, ya'ni H bilan belgilangan tozalangan gormon tegishli miqdorda aralashtiriladi. Aralashma sovuqda saqlanadi. Antikorlarning gormonga sezgirligi yuqori va plazmaning noma'lum namunasi mavjud bo'lgan erkin gormon va maxsus antikor bilan bog'lanish uchun maxsus gormon o'rtasida raqobat mavjud bo'ladi. Hop, endi ferment bilan bog'langan immunosorbent tahlilda ELISA bu asosan radioimmunologik tahlilga o'xshaydi. Ya'ni bunda antigen cellular access prinsipiga asoslanadi. Protein shu bog'langan har qanday antigen
bu usul bilan o'lchash mumkin bo'ladi. Ushbu usulda radioaktivlik o'lchanmaydi, o'rniga o'ziga xos antikor gormon, ya'ni antigen kompleksi tegishli bo'yoq bilan bo'yaladi. Va rang intensivligi spektrofotometr bilan o'lchanadi. Ushbu usulda peptid va steroid gormonlarini baholash uchun foydali hisoblanadi. Sitekimyoviy usul ushbu test immunologik tahlilga qaraganda ancha tezkor bo'ladi. Ushbu texnikani endokrin bezdan olingan bo'laklarda ularni yaxshi muhitda saqlash orqali gormon genezini aniqlash mumkin bo'ladi. Ushbu test gormon sekretsiyasini daqiqalik bazal darajasida aniqlash uchun juda foydali hisoblanadi. Ya'ni bu joyda biz uchun kerak bo'ladigan, ya'ni shunday ekan, ya'ni tezkorlik bilan tekshiruv usullari o'rtasida farqni biladi. Dinamik tahlil. Dinamik testlar qonday gormonlar darajasini oddiy baholash yetarli bo'lmagan muayyan holatlarda kerak bo'ladi. Ikki turdagi dinamik testlar mavjud bo'lib, ular quyidagilar. Dinamik testlarni olib borish uchun muayyan sharoitlarda foydalidir. Masalan, o'pka saratoni aktivga borligi yoki yo'qligini aniqlashda. Va dinamik testlarning stimulyatsiya turi ma'lum boshqa sharoitlarda foydali hisoblanadi. Masalan, metropon testi gipofiz bezining kortikotroplari normal ishlayotgan, ishlamayotganini aniqlash uchun amalga oshiriladi. Demak, bu o'sha tekshiruv usullaridan biri hisoblanar ekan. Endi bu joyda biz ya'ni vazifalar berilgan sizlar uchun. Vazifa 2, vazifa 3. Hop, o'zingiz ko'rib, nima aytilganiga qarab turib, shuni to'ldirib chiqasiz. Ya'ni shu ko'rsatilgan suratlarda qaysi shu gormonlar kelish kerak edi yoki qaysi katakka qaysi gormon tushishini to'ldirib yozib qo'yasiz. Ya'ni bu mustahkamlash sifatida berilyapti. Hop, shu bilan do'stlar, endokrin tizim fiziologiyasiga kirish, ya'ni birinchi mavzu yakunlandi. Xato kamchiliklar bo'lsa, kamina kamtarinan deb bilasiz. Hop, Alloh qodir qilgancha yetkazishga harakat qildik. O'zimizda bor bilimlar bilan qolgan qismlarni yana darslar davomida mustahkamlaymiz. Ilm olishdan, o'rganishdan charchab qolmang, to'xtab qolmang va bu yo'lda doimo davomli harakat qilishga intiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammaga rahmat.